Assalomu alaykum kitob qumar do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövәнде sizlarga yozuvchi Habibulloh Ablamitning Muz tutgan daryo nomli romanining 19 qismini anglitishga boshlaymiz. Yezi yo'llarida ne kala, ne at, ne odam, ne harva, ne mashina yo'q edi. Hatto jonliq jonsizlarning izimi ko'rinmaydi. Bütün bir yeza cheksiz dilmuq teg'ining bag'rida o'likdek jimjit yotatdi. Mana bu jimjitlik odamning ko'ngliga ansizlik solmay qolmaydi. Sukunat bosgan yo'lda bolasi bilan ketayotgan yosh xonimni bir dilni qo'rqinchli sur besishga boshladi. Yana shundaqdimi o'zini ruslab, ishtikrak bovisining uyiga yetib olish uchun oldirab yo'l oldi. Yaqinqi yillardan buyon qish faslida yeza burunqidek undaq qalin qorning ostida qolmaydigan bo'lib qolgan edi. Bu yilmi qor bek ko'p yog'magan edi. Ham qishning oxirgi mezgili bo'lg'ashmikin tong, yezi ko'chalarda, bog'larda, etizlarda ko'p qor yo'q edi. Uzluksiz chiqib turadigan tog' shamili qorlarni uchirib, yezi mahallasini tozdek taqir qilib qo'ygan edi. Hatto eski so'qma tomlarning tubidagi qorlarni tog'ning sap havosi shumib xo'rtib etgan bo'lg'achqa qorning ostidagi quruq yo'gak o'tlarning uchlari ko'rinib qolgan bo'lib, bu hol bahorning patorda keldiganligidan derak berib o'tadi. Yezi masjidining oldidagi Hashtarxon daraxining uchiga bog'langan 5 yulduzli qizil bayroq tog'dan askan sovuq shamolda siliq tavrinib turadi. Ashtirxon daraxining kulrang so'ypaqlari qishichi bo'lgan qahraton sovuqning dastidan ko'pib ketgan bo'lib, go'yo o'zining qo'lidan hella ajrab ketadigandek o'rkib turadi. Suvoq tomlardagi qarovul askarlardek qator-qator turgan qizil bo'yoqda yozilgan Xitoycha xatlarni qishichi yoqqan qorlar so'qib, shamollar yalab, o'quvsiz holga keltirib qo'ygan edi. Masjidning yendagi yemish mollar do'koni taqoqliq edi. Temiği yandab, to'g'risiga yotqizib qo'yilgan qo'zoqlari shilib etilgan uzun ko'takning ustini qushlarning muz tutgan mayoqlari qaplab ketgan edi. Uylarning mo'rillaridan chiqadigan ochiq tezak tutunlarning purqi burunqidek utul kelib dimoq urilmay yotadi. Yosh xonim ana shu burun qalin qor bosgan yezining qishliq manzarasini uy-uylarning mo'rillaridan chiqayotgan quyuq tezak tutunlarning purqini seg'ingan edi. Darvaqa yosh xonim balliq chog'larda ota-onasi bilan bu yeziga ko'p kelgan edi. Bo'libmi yozliq ta'til mezgillik kunlarini asosan mushu yezda o'tkazatdi. Shu vajidan dehqon chorvachilarning kundalik turmushi va dilmuq teg'ining manzarasi balliq ruhida o'chmas ta'sirotlarni qoldirgan edi. Turmush qurgandan keyin oilasi bilan birga har yili 4 faslda bir necha qatim kelib, Bovusini yo'qlag'ach dilmuq teg'ining sap havosidan quvvat elib, mijozini tangshab ketadi. Bu yerdagi hamma narsa yosh xonimga tonish, hatto yezi aholisining qo'rasi oldidan sal nariroqqa o'tkilib ketgan toshmo nazardan qochib qutulolmaydi. Va bu yerliklarmi yosh xonimni bu vaqtidan tortib toniydi. Hatto bahorda chechaklar bilan bezalgan olmaliq bog'lardan uchib chiqqan bulbul, Yazda tağ bağırdan uçup kelgen kakkok, kuzda yupurmaqlar sargaygan aq terekning shoxlari qunib olgan seyg'izxon, qishda hoylidan yugurab chiqqan itdan tortib hamma jonliqlar yosh xonimni tunuydi. Halbuki hozir mazkur yeza burunqi saltanatlik jozibasidan mahrum qolgan bo'lib, qabristonliqdek timtosliq ichiga band bo'lib, turmushning eg'irchiligidan charchagan chosaqal odamdek qarmuz ichida mugdab yotadi. Yezidik hamma qurollarning darvozalari himmida yepiqliq edi. Tamlardan Orxun vodisidagi mangu tosh obidalarning yuzidek muz yig'ib turadi. Yezida zulmat bor, dard bor, alam bor, sovuq shamol bor. Hammadan yomoni hamma yerda hasrat bor edi. Hasrat go'yo elektr iqimidek yezining bulung-bulunglarida eqib yuradi. Hatto beshida tikilinib turgan tog'danmi hasrat yig'iyotgandek qiladi. Bu hol yosh xonimning joniga o'tib ketayotgan hasratiga hasrat qo'shayotgan edi. Va lekin atrofda odamning yo'qligi yosh xonim uchun foydali edi. Qancha xalqning ko'ziga chiliqmasa, shuncha yaxshiligini o'zi obdan biladi. Shu vajidan insi jiniga ko'rinmay, ishtikrak uyga kirib olishga oldirayotadi.
Nihoyat yosh xonim yo'lda to'nglab yotgan tezaklarga, qor va muz bilan bir gavda bo'lib ketgan toshlarga putlashib mengayotgan o'g'lini agashtirgan peti, bovisining ikki qanotli ko'ni darvozasi oldiga yetib kelgan edi. Darvozaning bir qanti qiya uchuq turardi. Yosh xonim ehtiyot bilan ashu qiya ichiqliq turgan eshikni asta ishtirib ochdi. Biroq eshikning qo'ni yog'ochlaridan g'ichir-g'ichir qilayotgan tovush chiqib, qoraning ichidagi jimjitlikni buzibatdi. Va eshikning ichilgan qanoti bir yoqqa qing'iyib qoldi. Kutilmagan ushbu hodisadan o'diqib ketgan yosh xonim oltirashlik bilan o'g'lining qo'lini tutgan peti qoraning ichiga kirib ketdi. Uduldagi pakar-pakar ratlik silingan uylarning o'gisidagi mangan paxallar qo'nib olgan, urkugak bo'lib ketgan qushqochlar gurridi qilib biraqla uchib havoga ko'tarildi. Arqadanla eg'ilda ot joynayotgan quruq cho'pning ovozi quloq qurildi. Va bu ovozlar yosh xonim bilan bolaning oyoqlarining ostidan chiqqan tovushiga aralashib ketgan edi. Ana shu dumbisini dilmuk teg'i qilib turgan uylarning biri eg'il, biri ambar, biri bo'lsa hojatxona va yana biri bo'lsa rus uslubida yasalgan parmunchi edi. Ushbu pakar uylarning oldi keng ketgan mara bo'lib, dal mushu maraning qop o'rtasida gumbazdek cho'ng bir qor döviz turardi. O'ylining o'ng tarafida sharqqa qartib qator qilib addeli silingan 3 eg'izliq peshayvonliq uylar bor edi. Ana va bola hoyliq qadam tashrif qilib kirishi bilan tang peshayvonning oldidagi talsiz uzum barangning bodirlaridan biriga qo'nib olgan Seg'izxon bor kuchi bilan sharaqlab sayrab, qoraning sukunatini biraqla buzibatdi. Bola bo'lsa butun diqqati bilan Seg'izxonning to'xtovsiz tavrinib turgan olachip quyrug'iga, echilib yepilayotgan qora tumshuqliq eg'iziga bir pas qarab turdi. U vaqtcha yosh xonim peshayvonning palampiyidan yuqoriga chiqdi va omon eson Qur'onning ichiga kirib olganligidan mamnun bo'lib, ichi shukr tuyg'usi bilan bezaldi. Demisimi bu hayotdagi eng cho'ng baxtlarning biri jiddiy paytlarda orzu qilgan ishlarning amalga oshishidir. Darvaqa yosh xonimmi, bolami nihoyat baxtli ko'rinadi. Seg'izxonning jozibalik sayrashlaridan hayajonlangan bolaning qora ko'zlarining ichida xushalliqning ushqunlari usul o'ynayotdi. Dal mush chog'da uduldagi uyning eshigi ochildi va buvayning beshi ko'rindi. Bola darhol peshayvonning palampiyidan chiqib, buvayning oldiga yugurib keldi. Ko'z oldida osmondan tushgan farishtalardek tuyuqsizli paydo bo'lgan avrisi bilan navrisini ko'rgan buvay biroz tamtirab qoldi va oldida tatliq kulib turgan bolani tizlinib turib bag'riga ching'ida bosdi. Bu chog'da bola shunchalik baxtli bo'lib ketdiki, uning dal mush chog'dagi xushalligini hech nimaga tang qilg'ili bo'lmaydi. Mayli kichik bola bo'lsin, mayli cho'ng odam bo'lsin va yoki bir hayvon bo'lsin, har qanday bir jonliq o'zining qadr-qimmati bo'lgan yerda cheksiz baxtga erishadi albatta. U vaqtcha yosh xonim kelib, buvayning ikki qo'liga mehrlik isilib, buvayni o'rnidan turg'izdi va bo'yniga serilib turib ko'rishdi. Buvaymi navrisi bilan avrisini to'limi muloyim, husli sulkat, shirin so'zlar bilan uyning ichiga boshladi. Uyning ichi höppida issiq bo'lib, pagahning so'l tarafiga qo'yilgan javanning o'ng tarafiga yo'lab qo'ygan suv idishidan bir g'irish nerdik o'choqda gurkurab kuyayotgan ko'mirning ovozi quloqqa yaqinliq anglanib turardi. O'choqning cho'yin pildisining oldingi ko'ziga esilgan qozonda po'ruqlab bir narsa qaynayotgan bo'lib, qozon bilan tuvoqning orliqidagi xo'r ko'tarilib turardi. Uyning ichini bir olgan bu ajoyib mazlik biroq odamning ishtasini qo'zg'aydigan surgo'shining purqi bo'lish ehtimolidan yiroq emas edi. Bu tog'liq yezida bundaq sovuq qishda buvayning yolg'iz beshik qildigan eng yaxshi tamoqi albatta qishicha yeyish uchun suqum qilgan go'shtda etadigan norin bo'lmay nim bo'ladi deysiz. Ana shu surgo'sh pishayotgan o'choqda kuyayotgan ko'mirning yolqini pagahni yo'rtayotgan bo'lib, o't yolqinning gurildashlari qozonning po'ruqlashlariga tankash qilyotdi. Uyning ichi höppida isib ketgan bo'lg'achqa ona va bolaga bakmi xo'sh yoqqan edi. Bolaning chalonqoshlari ostidagi uyqusiga qongan nurliq ko'zlari buvayning yurak tarini chekmoqda edi. Bola nihoyat sagaklashib, qora ko'zlari yo'g'inab, tal-tal kirpiklari orqaga qayrilib,
nepiz lavlari orasidagi oppoq tishlari ko'rinib qolgan edi. Uyning ichi issiq bo'lg'achqimi va yoki shundoq ratlik bo'lg'achqimi tang, ushbu oddiy uy yosh xonimga ajoyib iliq bilindi. Ish qilib uyning ichi nihoyatda oddiy saramjonlashtirilgan. U yer bu yerda rassiz qo'yilgan hech qanday bir narsa ko'zga chaliqmaydi. Ushaq tushak qalaymaqan narsalar yo'q edi. Uy saramjonlari nihoyatda oddiy ham oz edi. Shu vajidan uyning ichi ham yo'ruq, ham ozoda, ham pokiz va iliq ko'rinayotdi. Uyni tutqandimi qaltis oddiy sodda tutgan ediki, xuddi helli bir tugunchani elib ko'chib ketadiganday qiladi. Mana bu uy bovayning oshxona uyi edi. Uyning o'ng tarafida yepiqliq eshik bor edi. Bu eshikdan bovayning yotoq uyi kirgili bo'ladi. Saray uyi ayrim bo'lib, eshigi peshayvonda edi. Ushbu dalon uyiga 2 g'irich egizlik tutib chiqarilgan bo'lib, ustiga g'ulji tekimit selingan, uning ustiga 4 putliq tomoq shirasi qo'yilgan edi. Shiraning ustiga gullik aqtastirgan seliqliq turadi. Uduldagi tamg'a yo'lab qo'yilgan yog'och sandiqning ustida chiroyli qatlab qo'yilgan astarsiz bir juva uyga kirganlik kishining ko'ziga chaliqib turadi. Sandiqning yeniga ish ustining bo'yichilik keldigan sirlari o'chgan bir ishkap yo'lab qo'yilgan edi. Ishkapning ustida qator-qator dastalangan chiniqochi va tovoqlar ham pokiz, ham ratlik ko'zga ko'rinib turadi. Ishkapning ikki tortmasining biriga qulub seliqliq edi. Tartmalarning osti tarafining dal o'rtasidagi qanotliq eshigi yemidagi yepiqliq edi. Oshxona uy bilan yotoq uyning orasidagi fasil tomga kichik bir ustal yo'lab qo'yilgan bo'lib, ustida kichik bir televizor bor edi. Televizorning qarshi tarafdagi tomning tuyiga gullik duxovi ko'rib selingan bo'lib, bir chetida bir tal sedam zangarrang qapliq yostiq tashlaqliq turadi. Uyning to'g'risidagi oq terakdan tayyor qilingan limg'i esilgan chiroqning o'chikligiga boqmay, uyning ichi shundoq yo'ruq edi. Bundaq yo'ruq bo'lishidagi sabab uyning kungaygi qaraqliq derazasi odatdagi uylarning derazasiga qaraganda yo'g'on bo'lganlikdan bo'lsa kerak. Uyning ichi ana shundoq yo'ruq bo'lg'achqa, hamma narsa odamning ko'ziga shunchalik ro'shan ravishda ham aniq, ham ratlik, ham pokiz chiliqib turadi. Yosh xonim bilan bola qo'llaridagi va to'shnilaridagi so'mkalarni pagahning bir chetiga qo'yib, putlaridagi momiq qo'nchilik o'tiklarni soldi va eshikning o'ng tarafidagi bo'sh yerga askarlarning oyoqlaridek ratlik qilib tizib qo'ydi. Bunda qishliq momiq qo'nchilik o'tik odatdagi qishliq oyoqlarga qaraganda putni issiq tutib qolmasdan, balki yana bakyenik, ham teyilmaydigan, ham suv o'tkazmaydigan alohidaliklarga ega edi. Shu vajidan ishini puxta qildigan yosh xonim erining taplashlariga quloq solib, mazkur uzun safarda kiyishni planlab, ataytan tantarbiya buyumlarini sotadigan magazinga berib, pulining ko'ziga qarmay eng sifatliklardan setib olgan edi. Albatta, yolg'iz bu oyoqni emas, yana hozir o'g'li bilan tang ustidan selayotgan mamuq chapanlarni va o'g'lining mamuq ishtinimi shu yerdan setib olgan edi. Onundan başqa yana 2 termos, 2 cho'ng piljektor va mamuq palay qatorliq bir yurish safariga kerakli buyumlarni setib olgan edi. Ana va bola mamuq chapanlarni sharaqlatib solgandan keyin apchil qatlab supining bir chetiga qo'yib qo'ydi. Va har ikkalisi tang supining ustiga chiqib, ko'rib seladigan yerga kelib o'ltirib, teyilib ketgan putlarni uzun sunib, azoda o'ltirishdi. Ana va bola mushu mashg'ulotlarni qilayotganda, bovay xushalligidan bu uzun umrdagi yig'ilib qolgan harg'inligi biroqli uchib ketgandek va o'zini yengil his qilayotgandek qilib, qo'llarini harakat qilib turadi. Bu chog'da bovayning harakatining yengil va siliq bo'lishiga qaramay, terisining ichida shaloqlab qolgan so'ngaklardan sharaqlagandek tovush chiqib ketgan edi. Bovayning qo'l terilari qaqdek qurib ketgan bo'lib, dumbillari yong'oqning shaklidek ko'rimsiz edi. Tomirlari g'azonning tomirlaridek qatqan va o'qchib ketgan bo'lib, rangi sarg'uch edi. Yo'g'on qapqining ustidagi qoshlari sal chalonglashib,
Aqırıp ketken bolsumu yoğan közlerge taşınıp durgan kirpikleri hem uzun hem quyuq idi. Bu ayının yüzleri bilen boyunlarida yol çoңqur quruqlar bar bolup, yüz qurulması bəəyni peylasüp Sokratның yüz şəklinin özgili oxşaydı. Gerçi bu ay bir dehqan bolsumu, biroq uning taq turqoğu bir qarıgan, ziyali Sokratni əski salmay qalmaydı. Bolupmu burnunun yuğanlığı, hatta burnunun uçudaki sızıqçılardan tartib oxşaydı. Közleri Sokratning gerek dögülek ve yoğan idi. Demisumu buvay köpni körgen bolğaşqa, söz qılğanda oyluşup, peylasuplardek hekmetki tuyungan sözlerini eğizidin çıqıratdı. Onun bu hayatta beşidin ötküzgen keçirmişlerinin her xilliqi, ulardan erişken tecrübelerinin köpligi ve xulaslanğan yeküllerinin özgeçikelligi bir peylasupninkiden qilishmaydı. Onun saqalliq enkinin ağzıga tutuşudigan yerleri bilen ikki mingzini çoңqur quruqlari patih qılğan idi. Köz uvusunun ikki chetimi çoңqur sızıqçılar bilen bezelgen bolup, goya ustu bir heykeltiraş şundaq sızıqçılarni sızıp qoygandekla şunchalik roşan ravishda bilinib turatdi. Köz qarchug'larning nuri bolsa qiyrilikdan o'chgan bolsumu, biroq ana shu toq qari köz qarchug'i harakat qilayotgan bo'shliqdan dengizdek ajoyib ma'nolar to'kilib turatdi. Köz uvusiga cho'kkan o'ri ko'zlari butkul hayot hikoyasini bayon qilib beradi.